Assalomu alaykum Infazi YouTube kanali ko'ruvchilari. Mana bugun Qur'on hayiti ikkinchi kuni. Inshaalloh Aravon Saxovat hadiya fondi mana shunday chiroyli dasturxonlarni bezab, bolajonlarga ehson qilish uchun hozir bo'lib turibdi. Bulardan Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin va barchangizga Qur'on hayit muborak bo'lsin. Inshaalloh barchasini sizlarga syomka qilib batafsil ko'rsatib o'tamiz. Rasululloh keladi. Mazal basar qo'zalik, shamsa zuho yuzlik, barchada shirin so'zlik, Rasululloh keladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'alaga hamdu sanalar, maqtovlar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salom salovatlar bo'lsin. Hurmatli baldar, bugungi Qur'on hayit baringizlarga muborak bo'lsin. Mana shunday mayramlik ma'noyida uyushtirib bergan shu Aravon rayonidagi Saxovat hadiya fonduna Allohim rozi bo'lsin. Shu yerdagi xizmat qilayotgan, uyushtirgan, janob shu yerdagi baldardan mayramlik kechasini salom qo'shgan barliq musulmon tuganlarimizdan Allohim rozi bo'lsin. Bergan ihsonlarini Allohim qabul qilsin. Topganlarına bereket tayiz versin. Baringizlardan bugungi qo'shil Qur'on hayiti menen qutlukdaymiz. Aldığınızlardagi dağımlardan bemalol alıp tatib bugungi mayramda yaxshi o'tkazib ketingizlar. Daha bir jolu aytыңыздар muborak bo'lsin, qutlukdaymiz. Isroilga ham aytgan, jon olishim qo'ysin, xizmatda muqim tursin, Rasululloh keladi. Ufuq maqomga borib, yig'lab aytdi Jabroil, bundan o'tsam yo Rasul, qanotlarim kuyadi. İlahi amin. Elhamdülillahi Rabbil alamin vel akibatu lil muttaqin. Esselatu vesselam ala rasulihi ve alihi ecmain. Allah'ım şu dasturxonni solgan insonlarda Allohim tanjonlari sog' bo'lsin. El yurtimiz tinch bo'lsin, mahalla ko'y qo'mi qarindoshlarimiz tinch bo'lsin. Mana shu ehsonlarni qilgan insonlarda Allohim saxovatli insonlarda yana ham barakotli, xayrli bo'lib, kelasi yilga bundan ham ko'p saxovatli insonlarning safi ko'payaversin. Shu qur'onliklarni bergan, mana produktlarni bergan insonlarning ham tanjonlari sog' bo'lsin. Allohim osmonlarimiz musaffo bo'lsin, bemorlarga shifo bersin, qarzdorlarga madad bersin, og'riqlarga oson yo'l bersin. Mana go'daylarimizni chehrasida turgan kulgularni ko'ringlar, aynan aziz saxovatli insonlar. Sizlar tufayli shular mana bugun kelib yayrab, yashnab, o'ynab, kulib ketishyapti. Sizlarga o'xshagan saxovatli boylarning safi ko'payaversin. Berganlaringlarga rozi bo'linglar. Mana Alloh dargohida qabul qilsin sizlarni qilgan ihsonlaringlarni, zakotlaringlarni, qur'onliklaringlarni Allohim o'rnini to'ldirib qo'ysin. Mana shu xonadonga ham Allohim xayr barakotini yog'dirib qo'ysin. O'tganlarda Alloh rahmatiga olib qo'ysin. Shu mana shu saxovatli xizmat qilayotgan insonlarga ham tanjonlari sog' bo'lsin. Allohim kuch-quvvat bersin. Kelasi yilga qatorimizdan xato bo'lmasdan ko'plashgan holda yana eldi xizmatini qilib, Alloh uchun qilyapti. Mana shu yerdagi xizmat qilayotgan yigitlar, qizlar Alloh uchun xizmat qilyapti. Shularning haqlariga duo qilaylik. Mana shu davrada o'tirgan yigitlarimizni ham oralaridan mana shunaqa saxovatli insonlar chiqsin, olimlar chiqsin. Aravonimiz xizr barakotlik, ilmga boy yurt.
yanayam mashriqi ilmlilarda, saxovatli boylarda safi ko'paysin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va bil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. ham aytgan mavjurishini qo'ysin, oldida soqov tursin, Rasululloh keladi. Moliklarga borib aytgan, do'zax eshigin yopsin, yo'llariga ko'z tutsin, Rasululloh keladi. Hayvonlarga ham aytgan, jannat eshigin ochsin, boshlariga nur sochsin, Rasululloh keladi. Isroilga ham aytgan, jon olishin qo'ysin, xizmatda muqim tursin,